Hammaga salom. Ushbu videoda Sacra di San Michele qasrining tarixi, barpo qilinganligi va to'liq ma'lumotlari haqida bo'ladi. Qasr kiraverishida manzarani tomosha qilish mumkin va shuningdek ticket ofisdan avvalo bilet olib olish kerak. Aynan shu qo'llanmadagi ma'lumotlardan foydalangan holatda o'zbek tilida ushbu videoni tayyorlayapman. Sacra di San Michele Suza vodiysi kiraverishida dengiz sathidan 962 metr balandlikdagi Pirchiriano tog'ining qoyali cho'qqisiga qad ko'targan. Qadim zamonlardan beri Italiyani shimoliy g'arbiy Yevropa bilan bog'lab kelgan yo'llardan birining yaqinida joylashgan. Pirchiriano Avliyo Mixailga bag'ishlangan eng qadimiy ziyorat maskanlaridan biri bo'lib, Apuliya mintaqasidagi Monte San Angelo muqaddas maskani bilan Fransiyadagi Mont Saint Michael o'rtasidagi geografik markazni egallaydi. Ushbu abbey 983-987 yillar oralig'ida fransuz zodigoni Ugo de Montboissier tomonidan berilgan xayriya evaziga barpo etilgan. U avvaldan mavjud bo'lgan 3 kichik ibodatxona ustiga qurilib, Avliyo Mixailga bag'ishlangan. Dastlab Benediktlar monastiri bo'lgan bu maskan 12-asrga kelib butun Yevropadan kelgan zodagonlar va ziyoratchilar uchun ruhiy, madaniy markazga aylandi. 14-asrdan boshlab iqtisodiy va siyosiy omillar ta'sirida tanazzul boshlandi va 1622-yilda Benediktlar ordenining bekor qilinishi bilan yakun topdi. Keyingi asrlarda e'tiborsizlik va talon-toroj oqibatida binolari qisman vayronaga aylandi. 1836-yilda Savoy qiroli Karl Albert buyuk ruhoniy va faylasuf Antonio Rosmini asos solgan muqaddas jamoani bu yerga taklif etib, qayta tiklash ishlarini boshlab berdi. 1866-yilda yodgorlik Italiya davlati mulkiga aylandi. Bugun Rosmini otalari muqaddas maskanning qo'riqchilari bo'lib, uni asrash va rivojlantirish tashabbuslarini amalga oshirmoqda. 1994-yilda esa u Piemont mintaqasining ramziga aylandi. Asosiy qism va kirish. Sacra di San Michele Yevropadagi romanistik davrining eng yirik me'moriy diniy majmualaridan biridir. Asrlar davomida kengaytirilib boyitilgan. 12-asrning birinchi yarmida bunyod etilgan 26 metrli ulkan jabha 3 toshli apsisga ega cherkovning sharqiy qismini ko'tarib turadi. Kirish portali ustunlaridagi o'yma sherlar ramziy ma'noda cherkov sari olib boruvchi jismoniy va ma'naviy sayohatning boshlanishini ifodalaydi. Aynan shu kadrimga qisman tushib qolgan mana bu ustun zodiak eshigi hisoblanadi va u haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. O'liklar zinapoyasining yuqori qismida joylashgan bu eshik 12-asr boshlarida me'mor va haykaltarosh Maestro Niccolo tomonidan yaratilgan. Eshik romlarida zodiak belgilarining tasvirlari, ichki tomonida esa gullar, hayvonlar va inson siymolari orqali yaratilish uyg'unligi ifodalangan. Ustun boshlarida Qobil va Xobil, Samson va Dalila kabi muqaddas kitob qahramonlari hamda o'rta asr ikonografiyasiga xos timsollar tasvirlangan. O'sha eshikkacha ko'tarilib kelgan qism bu o'liklar zinapoyasi deb ataladi. Romanistik me'morchiligining qudratli jihatlari aynan shu makonda yaqqol ko'zga tashlanadi. Markaziy ustun atrofida qurilgan zinapoya rohiblar va monastr homiylari uchun dafn joyi bo'lgan. Devorlarda freska izlari saqlanib qolgan. Men mana shu yo'llardan chiqib keldim. Ozgina qasrning yuqori qismidan tabiatni ko'rinishdan bahramand bo'lib va ichida joylashgan cherkov obzoriga o'tamiz. Cherkov qisman tog' ustiga, qisman esa
asosiy altar poydevori ustiga qurilgan. 2 bosqichda barpo etilgan va asrlar davomida qayta o'zgartirilgan. 1937-yilda markaziy gumbaz qayta tiklangan. 3 nefni ajratib turuvchi ustunlar va 139 ta kapitellarda romanistik uslubdan gotik uslubga o'tish jarayoni aks etadi. Apsis oynalari bezagan haykallar muqaddas Maryam, bosh farishta Jabroil va 4 payg'ambar ilk davriga mansubdir. Devorlardagi freskalar 16-asr boshlariga tegishli. Qadimiy xor deb ataluvchi orqa qismda 16-17 asrlarga oid muhim asarlar saqlanadi. Defendant Ferrarining 1520-yilgi triptixi alohida e'tiborga loyiqdir. Cherkov perimetri bo'ylab joylashgan tosh sarkofaglarda Savoy sulolasining ayrim a'zolari qoldiqlari mavjud. Ular 1836-yilda Turin soborining Karl Albert farmoni bilan ko'chirib kelingan. Aynan ushbu qasr Yevropadan muqaddas yerga olib boruvchi 7 nuqtada joylashgan qasrlardan biri hisoblanadi. Ushbu chiziq Avliyo Mixailning muqaddas chizig'i deb ataladi, ya'ni Line Sacra di San Michele. Va bu chiziq Irlandiyadan Isroilga tomon yo'nalishga asoslangan. Irlandiyada Skellig Mixail, ya'ni 6 hamda 8-asrlarda barpo etilgan erta nasroniy rohiblar uchun yakkalik va ibodat joyi hisoblangan. Atlantika okeanidagi tik qoyada joylashgani sababli himoyalangan ruhiy markaz vazifasini bajargan. Navbatdagi nuqta bu Angliyada joylashgan Mixail tog'i hisoblanadi. 9-asrda qurilgan bo'lib, ziyoratchilar maskani, keyinchalik harbiy istehkom vazifasini bajargan. Normand istilosidan keyin strategik qal'aga aylantirilgan. Ushbu chiziqdagi 3-nuqta bu Fransiyadagi Mont Saint-Michel hisoblanadi. 708-yilda qurilgan dastlabki ibodatxona. U Yevropadagi eng mashhur ziyorat maskanlaridan biri. Dengiz bilan o'ralgani sababli tabiiy qal'a vazifasini ham bajargan. 4-nuqta bu Italiyaning Turin shahri yaqinida joylashgan Sacra di San Michele, ya'ni ushbu qasr. Navbatdagi nuqta Italiyaning Apuliya hududida joylashgan Monte Sant'Angelo, 5-6-asrda barpo etilgan. Avliyo Mixail barpo bo'lgan deb hisoblagan muqaddas g'or hisoblanadi. O'rta asrlarda Yevropadan Quddusga ketayotgan ziyoratchilar shu yerda to'xtashgan. Keyingi nuqta bu Gretsiyaning Simo orolidagi Sant Mixail monastiri hisoblanadi. O'rta asrlarda sharqiy pravoslav an'analarida muhim ziyorat maskanidir. Dengiz savdo yo'llarini nazorat qiluvchi ruhiy markaz hisoblangan. Va oxirgi nuqta bu Isroildagi Mount Carmel. Qadimgi davrlarda bibliyaviy hudud, ziyorat va ruhiy markaz hisoblangan. Quddus yo'nalishidagi yakuniy sharqiy nuqtalardan biri hisoblangan. Shu o'rinda ushbu qasrga kelgan ziyoratchilar o'zlarining ism-familiyasini yozishi mumkin ekan va men ham o'zimning ism-familiyam O'zbekiston davlatimizani yozib qo'ydim. Chiqish yo'lagining navbatdagi xonasida har xil haykallar hamda aynan mana shu hududning tabiati haqidagi ma'lumotlar, rasmlar va ularning jami bir to'plamiy rasmlar bilan keltirilgan. Juda ham ko'p ma'lumotlar bor. Uni bemalol o'qib, tanishib chiqsa bo'ladi.
Ushbu qasrning yonginasida go'zal Alda minorasi mavjud edi va u haqida ham kichik bir qiziqarli ma'lumot bor. Ulashmoqchiman. 12-14 asrlarda 60 nafar rohibni sig'dira olgan ulkan monastirdan bugun faqatgina xarobalar saqlanib qolgan. Qisman zilzilalar, yong'inlar va talon-torojdan omon qolgan burchakli inshoot go'zal Alda minorasi nomi bilan mashhurdir. Rivoyatlarga ko'ra, Alda ismli go'zal qiz askarlardan qochib minoradan sakragan va farishtalar sharofati bilan omon qolgan. Ammo ikkinchi urinishida qoyaga urilib halok bo'lgan. So'nggi restavratsiya ishlari natijasida bu qismda qadimiy muzxona va yomg'ir suvini yig'ish uchun mo'ljallangan sardoba tiklangan. Bu qasrning nafaqat tashqi tabiati, balki ichkarisida ham kichkina hovlichasi bo'lsa-da, u ham juda chiroyli manzaraga ega edi. To'g'risi, ertaklarda tasavvur qilish mumkin, faqatgina qor, bu yoqda yam-yashil o'tloqdek yashilligi ham ko'rinib turibdi va ikkinchi tomondan quyosh ham chiqyapti. Tasavvur qilib bo'lmas manzara. Qo'shishi qattiq ekan, sachilmaydi ham bu boru. Oh my god. What it? Hammaga xayr.
souvenirs sono all'interno, dopo la chiesa. No, dopo andiamo a andare. Sì. Andiamo a andare.